part 6 ga o'tamiz. Bunda completion savol turi kelyapti. Bitta so'z bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. The early history of keeping clean. Tozalikda, o'zini toza saqlashda dastlabki tarixi deyilyapti. Prehistoric times. Prehistoric nima degani bilasizlarmi? Pre degani oldin. Tarixdan oldingi degani nima degani? Kim biladi prehistoric nima deganiligini? Eramizdan avvalgi. Yo'q, eramizdan avvalgi emas, miloddan avvalgi ham emas. Prehistoric degani tarix yozilishidan oldingi degani, ya'ni tarix yozilishidan ham oldinroq bo'lgan narsa. Masalan, tarix ma'lum bir davrdan boshlab yozilishni boshlagan, to'g'rimi? Ya'ni odamlar yozishni o'rgangandan keyin, yozishni kashf qilgandan keyin, lekin undan oldin ham baribir dunyo mavjud bo'lgan-ku. Prehistoric degani shu tarix qayd etilishda, yozilishni boshlashdan oldingi davr degani. Demak, water was used to wash off. Nimanidir yuvish uchun suv ishlatilgan ekan. Topamiz. Diqqat bilan eshitib javoblarni belgilaymiz. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing, and household cleaning. But this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of Xo'p, nimani yuvish uchun, yuvib yuborish uchun suv ishlatilgan ekan? Bitta yana qayta eshitinglar, to'g'ri javob olayotganlar ham bor, xato javob olayotganlar ham bor. Water was used to wash off. Nimanidir yuvib yuborish uchun-da, yuborish uchun. Yaxshilab eshitinglar. The earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known. Xo'p, wash off degani remove something with water, ya'ni nimanidir suv orqali yo'q qilish deganida. Sizlar wash deb adashib ketmanglar. Wash off deyilyapti. Mana tarjimasini ham o'qiyapman. Remove something with water. Suv bilan nimanidir yo'q qilib yuborish. Ular qo'llarini yo'q qilib yuborishganmi? Mad bo'ladi. Birinchi bo'lib Bunyod to'g'ri javob olyapti. Demak, qo'llaridagi loyni yuvib yuborish uchun suvdan foydalanishgan ekan. Demak, 30 ga javobimiz mad bo'ladi. Endi Ancient Babylon haqida gap ketyapti. Shunaqa Ancient Babylon, Ancient Greece deb shunaqa katta harfda yozib qo'ygan bo'lsa, sarlavhasi bo'lsa, olish yana ham osonlashadi. Yaxshilab diqqat bilan eshitib turinglar. Mana shu joylarda chunki gapirib ketadi-da. Ya'ni on track bo'lib turasizlar, o'tkazib yubormaysizlar yoki keyinga o'tib ketib qolmaysizlar. Soap like material found in cylinders. Qanaqadir silinderlardan xuddi sovunga o'xshagan material topilibdi. Qanaqa silindr bo'lishi mumkin? Silindrga xos birorta sifat, belgi aytinglar. Silindr nimadan qilingan bo'lishi mumkin yoki silindr qanaqa rangda bo'lishi mumkin? Qanaqadir silindr ekanda, silindrga xos bitta sifat aytish kerak. Egiluvchan, flexible bo'lishi mumkin. Yaxshi. Yoki bitta rangdir. Masalan, red silindr, qizil silindrlar ichidan topilgandir. Siyoh rang bo'lishi mumkin yoki silindr nimadan yasalgan bo'lishi mumkin? Balki iron, temir silindrlardan chiqqandir. Demak, silindrga xos bo'lgan bitta belgini topamiz. Audioni qo'yapman. As early as 2800 BC, archaeologists discovered cylinders made of clay with
inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. Xo'p, qanaqa silindr bo'lgan ekan ular? Aha, to'ppa-to'g'ri Sabohat Halimjonova, ya'ni made of clay deyapti. Biz bitta so'z yozish mumkinligi uchun clay deb yozamiz. Aynan claylik silindrga xos belgini aytyapti. Xo'p, 32da use it as strigil scraper made of. Demak, bitta scraper degan narsa bor ekan, shuni belgisini topishimiz kerak. Mana shu scraper nimadan qilingan topamiz. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice, and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams. Xo'p, javobimiz mana shu scraper nimadan qilingan ekan? Yo'q, ular oil yog'dadi, yog'da ham o'zlarini yuvgan deyapti. Lekin scraper yog'dan qilingan demayapti. Strigil degan narsa bor ekan, mana shu scraperdan foydalangan deyapti. Yog' ham ishlatish kerak ekan, lekin yog'dan tayyorlangan demayapti. Yaxshilab eshitinglar. Qayta qo'yapman. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice, and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Ashes bilan qo'shilgan yog' ham ishlatgan deyapti, lekin o'sha strigil nimadan yasalgan ekan? Strigil bilan scraper bitta narsa ekanda. Metalda bitta L bo'ladi, farangiz. O'zbekchada ikkita L bo'ladi, lekin inglizchada bitta L bo'ladi xolos. Metal. Alisherovna to'g'ri olyapti. Metal like instrument deyilyapti. Birinchi bo'lib mana Halimjonova va Muattarxon to'g'ri javobni olgan ekan, juda ham yaxshi. Demak, bunga javobimiz metal bo'lyapti. Xo'p. Demak, Germaniya haqidagi ma'lumot topamiz. Use it soap to color their nimasidir bo'yash uchun soapdan foydalangan ekan. Nimani bo'yash uchun so'vindan foydalangan bo'lishlari mumkin. Taxmin qilib ko'ringlarchi avval. Nimani bo'yash uchun so'vindan foydalangan bo'lishlari mumkin. Biz odatda o'zimiz nimani bo'yamiz? Body, devor bo'lishi mumkin, yuz bo'lishi mumkin, yuzini bo'yashi mumkin, kiyimini bo'yashi mumkin. Ya'ni nimani bo'yamiz? Masalan, tirnog'imizni bo'yamiz. Sochimizni bo'yamiz. Yaxshi, eshitamiz. Clothes were washed without soap in streams. The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name according to an ancient... Xo'p, javobimiz yaxshi, ya'ni hair bo'lyapti. Sitora sizniki eshitmoq bo'lib qopti. Hairda birinchi bo'lib mana Muattarxon Sabohat to'g'ri javobni olyapti. Sochlarni qizil rangga bo'yash uchun so'vindan foydalangan deyilyapti. Javobimiz hair bo'lyapti. Qaranglar, taxmin qilganda ham to'g'ri javobni olibmiz. Ancient Rome. Oil taken from ashes and clay mixed through the action of rain used for washing clothes. Demak, nimalardandir yog' olingan ekan. Nimadandir olingan yog'
Demak, nimadandir olingan yog', kul va clay aralashtirilgan ekan. Nimadan yog' olinishi mumkin? O'zingizlar o'ylab ko'ringlarchi, hayotda nimadan yog' olinadi? Ikkita narsadan o'zi yog' olinadi menimcha. Men biladiganlari ikkita. Hayvondan yoki o'simlikdan olinadi-da. Semichka yog' deymiz yoki hayvonning mol yog'i deymiz-ku. Demak, o'simlik yoki hayvondan olinadi. Diqqat bilan eshitib turib, nimadan olinishini topamiz. Roman legend from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. Xo'p, javob nima bo'lyapti? Xo'p. Bu yerda animal deb ham ketdi, animals deb ham ketdi. Audioda. Ikkalasini ham olishimiz mumkin. Ya'ni hayvondan olingan yoki hayvonlardan olingan yog' desak ham bo'ladi. Ikkala javob ham to'g'ri bo'ladi bu yerga. Chunki audioda ikkalasini ham aytyapti, grammatik jihatdan ikkalasi ham tushadi. Xo'p, 312-yildan boshlab water carried to Roman by aqueduct. Aqueduct degan narsa bo'lgan ekan. Aqueduct degani tarixda o'qidik. Osma quvurlar dedi-ku, adashmasam shunaqa edi. Xuddi ariq, lekin osma ariqlar bo'ladi. Shunaqa adashmasam shu edi. Shunaqa aqueduct orqali suv Roman nimasigadir borgan ekan. Romanda nimasiga yoki qayeriga, Rimda nimasiga yoki qayeriga shu aqueduct orqali suv borgan bo'lishi mumkin. Masalan, tozalanish, tozalik haqida gap ketyapti. O'ylab ko'ringlarchi mantiqan. Shaharlarga borgan bo'lishi mumkin. Yana-chi? Kanallari, shahar garden bo'lmasa kerak. Qalamda odamlar masalan so'p haqida, ya'ni sovun haqida, tozalik haqida, odamlar tozaligi haqida gap ketyapti-da. Qasr bo'lishi mumkin. Yana-chi? Home bo'lishi mumkin. Xo'p, bu testni men o'zim ham ishlab ko'rganman-da. Birinchi o'zim har doim ishlab chiqaman. O'shanda men taxmin qilib to'g'ri topdim, lekin shuni taxmin qilib hamda audioni eshitmay turib. Masalan, keeping clean, odam o'zini toza saqlash haqida gap ketyapti. Biz tozalanish uchun qayerga kiramiz? Halimjon va Motorxonning kallasi og'rishdan ketdi. Yaxshilab fikrlab ko'rsalaring, eshitmay turib ham to'g'ri javobni olish mumkin. Masalan, men mana shu savolni o'zim ishlayotganda eshitmay turib ham to'g'ri javobni oldim. Chunki keeping clean, tozalik haqida gap ketyapti-da. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. Mana shu paytda aqueduct orqali supply qilingan, ta'minlangan deyapti. Nimaga suv borgan ekan? Bath deyilyapti. Ya'ni hammomga suv borgan deyilyapti. Demak, bunga javobimiz bath bo'lyapti. Xo'p. Bu savol turida yaxshilab o'qib chiqinglar, boshqa savol turlaridagi kabi. Ma'no jihatdan, grammatik jihatdan qanaqa so'z kelishi mumkin? O'ylab ko'ringlar. Masalan, grammatik jihatdan mana bu yerga silindirni izohlaydigan bitta so'z kerak edi. Mana clay silindr olyapmiz. Nimadandir qilinganida metal strigel deb ketyapti-da. Har doim scraple degan so'z avval kelishini kutmanglar. Avval to'g'ri javob kelib turib, keyin biz belgilagan kalit so'z ham kelishi mumkin. Masalan, buni taxmin qilib ham oldik. Masalan,
Nimani bo'yash mumkin desam, soch deb aytdilaring. Yog' nimadan olinadi desam, hayvon yoki o'simlik deb aytdilaring. Nimaga suv borishi mumkin odam o'zini toza saqlaydigan joy desam, bas deb topyapsizlar. Qaranglar, ko'p savollarning javobini taxmin qilib ham topib qo'yyapsizlar. Shunchaki sizlarga berilgan vaqtni o'tkazib yubormasdan, audio boshlanishini kutmasdan diqqat bilan eshitib tursalaring, taxmin qilib ham ko'p savollarning javobini topib olishlaring mumkin. Menga birorta savollaring bormi?